Hurmatli obunachilar, mana ko'plar Afzal aka mana Bo'shtilo aka mana mashinalardan bo'lsin degan edi. Mana Farid akamiz kelgan ekan. Aka mana 2021-yil mana obunachilarga mana qanamiz 2021-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz. Boshlang'ich to'lov ekan. Tan narxi ham arzon narxda mana qo'yapmiz. Tan narxi kelsa 2021-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz mexanik korobka, naborotlar qilingan. Narxi kelsa narx arzon narxda qo'yapmiz. 105 million so'm pul qo'yib beramiz, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Mashinamizga qilingan narsalar 4 ta 8 diska qo'yilgan, 15 ballon diskalar qo'yilgan. Mexanik korobka, salon qismlariga qimmat monitorlar qo'yilgan. Mana ko'rib turibsiz, chihol, polik bir kurgan oshgan mashinamiz. 3-pokoleniya propan gazlargacha qo'yilgan. Orqalariga pisochni stollargacha qo'yilgan. Mana ko'rib turibsizlar. Holatni holatda hech qanday xarajat yo'q, shumkalargacha qilib qo'yilgan mashinamiz. Tayyor mashina, hech qanday xarajatsiz. Mashinamizning narxi arzon narxda, o'sha aytganda 105 million so'm, 5 million so'm bitta nomerga pul olib kelsalaringiz, shu mashinamizni xohlagan mana odamga chiqarib beramiz. 5 million so'm bosh to'lov evaziga. Mana Farid akamizga mana mashina berganmiz, yana mashinaga kelgan ekan. Mana to'g'ri kelsa mana ko'ringizlar. Sizlardan olganman, yana olaman deb turibman. Shunday. Manzilimiz shu Surxondaryo viloyati Angor tumani Jarqo'rg'on Perkursga mana bemalol hurmat kuzatuvchilar, obunachi kelaveringizlar. Pasportlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Texpasport ham 21 mashinamizda.